Ayollar uchun eng foydali qo'shimchalardan biri bor, lekin bu haqida deyarli gapirilmaydi. Bu magniy emas, kollagen ham emas, L-karnitin ham emas. Birinchidan, ayollar organizmi uncha moddani erkaklarga qaraganda 20-30% kam ishlab chiqaradi. Natijada doimiy charchoq, holsizlik va kayfiyatning tez-tez o'zgarishi kelib chiqadi. Ikkinchidan, PMS, homiladorlik va menopauza davrida bu holat yanada kuchayadi. Mushaklar va miyada insulinga sezuvchanlik pasayadi. Bu esa quvvat yetishmasligi va tushkunlik alomatlari bilan bog'liqdir. Uchinchidan, u faqat mushaklar uchun emas, balki energiya ishlab chiqarish, miya faoliyati, kuchni saqlash va suyaklar mustahkamligi uchun ham muhimdir. To'rtinchidan, ilm-fan nimani ko'rsatadi? Post-menopauza davridagi ayollarda umumiy holat yaxshilanadi. Depressiya belgilari kamayadi, chidamlilik va kuch oshadi va siklning stressli davrlarida miya faoliyati qo'llab-quvvatlanadi. Beshinchidan, qanday qabul qilinadi? Kuniga 3 dan 5 gram qabul qilish kerak. Yaxshi o'zlashtirilishi uchun shirin ichimlik bilan ichish tavsiya etiladi. Oltinchidan, bu eng xavfsiz qo'shimchalardan biri. Agar buyrak yoki jigar bilan muammo bo'lmasa, u ularga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Yettinchidan, agar siz 30 yoshdan oshgan ayol bo'lsang va doimiy charchoq, kayfiyat o'zgarishi, mashg'ulotlardan kam natija, PMS yoki menopauza davrida quvvat yetishmasligini his qilsangiz, kreatinni sinab ko'ring. U haqiqatdan ham yordam beradi. Ko'proq foydali ma'lumotlar uchun bizga obuna bo'ling.